Tezkor xabar O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Azizlar, ushbu tabiiy ofatdan ehtiyot bo'ling va talofatlarni oldini olishga harakat qiling. Joriy yilning 4-7 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirish e'lon qildi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyati Sarosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida. Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida. Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimeh, Karmana tumanlarida. Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlari. Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida. Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari va Xonobod shahri. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi deyilgan xabarda.